Audio Jungle. Singlim kelgan xonadoningizda faqatgina baxt toping. Shirana mana yoshlarga qarab turib keling, Chirraxona Murodxona deyishadi. Chiroyli niyat qilib sizga murojaat qilmoqchiman. Savol bilan Alloh nasib etib yanagi yoshlarimiz farzand ko'rsa, birinchi farzandlardan qiz bo'lishini tilarmidingiz yoki o'g'il bo'lishini? Albatta o'g'il bo'lgan yaxshi. Yoshlarimizni birinchi farzandi qiz bo'lsin degan opa-singillar qarshilar pozitsiya qo'yinglar. Rahmat. Kelinlarimiz albatta birinchi farzandi o'g'il bo'lsin deganlarga biroz qaragan. Yo'g'imli ishlarga tilab bo'lamiz. Xudo xolisa Baxtiyor akamizga, Baxtigul opamizga kelinlar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Mana san'atkorlarimiz Sheralijon, Nargizaxon juda chiroyli qo'shiqlarni ijro etib berishdi kelin-kuyovlarimizga, to'yboshchilarimizga. Qolaversa savollar berib qo'yishdi sizlarga. Mana shu savollarga javob ham qaytardinglar. Qiz bo'lsinmi desa ham qarshi cho'ganlar bo'ldi. O'g'il bo'lsinmi desa ham qarshi cho'ganlar bo'ldi. Farq yo'qlar ham bor ekan. Mana shu farq yo'qlar safiga men ham qo'shilaman. Sababiki muborak to'y bugun azizlar, ko'ngillar ming shod bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz bosgan izlari gulzor lolazor bo'lsin. Qarang, sevib murodga yetgan oshiq-moshiqlar davramiz to'rida. Sevgilari olamga yetib baxtlari betakror bo'lsin. Bularga baxt ato etgan go'zal makon O'zbekiston bu. Qayda bor bu kabi gulzor, bu kabi chamanzor bo'lsin. Qo'shiq kuylang azizlar, zero qo'shiqsiz dil zimistondir. Shu qo'shiq orqali to'yxonamiz nurafshon va shu'lalar bo'lsin. Xudo xolasa bir yil o'tib yo'lingiz tushsa kelin-kuyov uyiga. Kuyovimiz qo'lida Hasanjon, kelinimiz qo'lida Husanjon bo'lsin ilohim. To'ylar muborak bo'lsin. Mana ikkita farzand tilab qo'ydim. Bitta qarsakinglar chop qo'yasizlar, kelin-kuyovlarimizga omon bo'linglar. Ana endi bugungi shodiyonamiz, bugungi tantanamiz kezi kelgan chiroyli tabriklarimiz bilan, niyatlarimiz bilan, shoh qo'shiqlarimiz, go'zal raqslari bilan bu yerga davom etadi. Shuning uchun bo'shashmasdan qushto'plar mardu maydon endi boshlanadi davramizga. Xudo xolasa shoh malikalarimizni, vazirlarini taklif qilmoqchiman, qo'riqchilari, tansoqchilari, ya'ni kim Alimardonjon ukamizni hamda Ozodaxon go'zal qizimizni mana shu davraga taklif qilsak, tabriklar sahifasini boshlab beradilar. Marhamat, guvohlarimiz kelib qolinglar.
Yaşayan. Xudo xohlasa mana guvohlarimiz davramizda shoshilmasdan tez harakat qilib kelishmoqda. Mana Xudo xohlasa davramizda markazdan o'tib, mana yonimga yetib qolish, mana birinchi bo'lib finishga Alimardonjon ketlaridan mana shoshilmasdan Ozodaxon yetib keldilar. Albatta mana qo'riqchilarimiz o'zlarini vazifalarini a'lo darajada bajarishyapti. Mana ko'rinib turibdi. Albatta kelin-kuyovlarimizga gard yuqtirmay, pashshani qo'ndirmay qo'yib o'tirishdi. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelin-kuyovlarimiz albatta sizlarni bugun mana shu fayzli kechada yonlarida ko'rib g'oyatda xursand bo'lib turishdi. Demak, Alimardonjon tabriklarni kim boshlaydi? O'zlarimi yo Ozodaxon boshlaydilarmi? Mehmon otaga Xudo deyishadi, Xudo taraf, Xudo taraf. Demak, tabriklarimizni birinchi raundini Ozodaxon ochib beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun dugonamiz Lolaxon va uning bo'lajak turmush o'rtog'i Temurjonlarning nikoh to'ylariga ekan. Ularga baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman. Guldek nozik qalbingizda muhabbat jo'sh uribdi. Alloh sizga juftlashmoqlik nasibini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir, ulug'dir. Uni aziz tutganlarga baxt eshigini ochibdi. Shunday qutlug' ayyom kuni birlashibdi yo'lingiz. Siz doimo ota-ona xizmatida bo'lingiz. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Yoshga baxt tilayman, hamisha baxtli bo'lsin. Temur do'stim, baxtli bo'ling. Rahmat. Kuyovjo'rlarimiz bitta qarsaklar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Albatta, mana shu niyatlarni ozgina qo'shimcha qilib to'ldirib qo'ysam, xullas meni niyatim bu 2 yoshga, o'xshasin ko'kdagi oy u quyoshga, shodlik quvonchdan ko'zlari to'lganda yoshga, beshik izlab yursin juft qalamboshi. Endi Alimardonjon Ozodaxon mana shu niyatlarni bildirib, o'zinglar bilmagan holda ozim ko'pmi pul jamg'armasi egasiga aylanib qolgansizlar. Mana shu jamg'armani qanchaligini bilib olish uchun davraga taklif qilsanglar, Xudo xohlasa pulchada o'qimangizlar, sanab beraman, kim yutganini o'zim e'lon qilaman. Davraga guvohlarimizni taklif qilamiz, yoshlik guruhi. Man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib yoqaman. Man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib kalimani sevsang, chiqimchilikni ko'tarib. Man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib kalimani sevsang,
mana shu serqirra ijodkor bo'ladi san'at ahli. Kuni tun tinmaydi. Salomat bo'lsinlar. Ilohim topganlariga baraka bersin. Mana shu san'atkorimiz, hofizimiz Sheralijon tunlari uxlamay ajoyib bir qo'shiq degan yigitlar to'g'risida, erkaklarimiz to'g'risida qo'shiq degan. Mana shu qo'shiqni bitta ijro qilib bermasa, sababi mana bitta erkaklarni bir maqtab qo'ymasam bo'lmaydi. Yaxshimi, yomonmi, ayol yaxshidir. Sergapmi, kamgapmi, ayol yaxshidir. Semizmi, orriqmi, ayol yaxshidir. Qo'tirmi, cho'tirmi, erkak yaxshidir degan ekan. Shuning uchun erkaklarimiz uchun bitta qo'shiq deganlar Sheralijon bitta ijro qilib beradilar, marhamat. Yoshlik guruhi yigitlarimiz marhamat, chiroyli qo'shiqlarimiz yigitlarimiz uchun. Yoshlik ketdi. Ertalab turaman, shoshib yuguraman, do'stlarimni ko'rib, aytganim bo'laman. Alo, 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 salom. Shu davramizga taklif qilamiz, o'zlarining niyatlarini, yaxshi niyatlarini davom bildirib qo'yadilar. Bekorga aytishmas ekanki, yaxshi niyatlarga, yaxshi tilaklarga beshik ekan bu dunyo. Ocha olsak jannatga eshik ekan bu dunyo. Hofizlar axtargan qo'shiq ekan bu dunyo. Azizlar, bir kalom aytayin, hech ham g'amlik ko'rmangiz. Biz san'atkorlar mana shunday quvonchli davralarda hech ham kamlik ko'rmangiz. Quyoshni nuri yoritar ekan yerni, bir chimdim ona mehri aritar ekan g'amni. Quvonch shodlik yoshartirar, qayg'u esa qaritar ekan. Ilohim barchamizni quvonch shodlik ortimizdan quvib yursin, hech ham kam bo'lmaylik. Ilohim qayg'udan qarigan inson bo'lmaylik. Mana shu davramizda ammajonlarimiz, xolajonlarimizdan endi davramizga taklif qilamiz, o'zlarining ikki shirin niyatlarini, ezgu tilaklarini, tabriklarini yo'llab qo'yadilar. Marhamat, davramizga kuyovimiz Timurjon kuyovimizni, demak xolajonlari, ammajonlari Rohatay opamizni, Gulbahorxon ammamizni taklif qilamiz. Shu o'rinda Xudo tarafdan kelgan kelinimizni, xolajonlarini, ammajonlarini marhamat birgalikda taklif qilamiz. Kela qolinglar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadamlariga hasanatlar. Kamlik qilsa hasanatlar. Xushvaqt bo'linglar. Kuyovlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Kelinlar muborak bo'lsin sizlarga. Marhamat. Kelaverasizlar, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Baxtiyor akamizning ukamiz ham ukamiz to'y ekan. Temurjon bilan ziyorat qilganimiz baxtli bo'lsin. O'shani bilan qo'sha qarshi. Hamisha sog' salomat mana shu uyda ko'rlarib boshday qatib bolalar cho'qalar. Xudo xohlasa endiga yetishmagan 5 qo'ylar olib keladi. Allah boramiz. Assalomu alaykum uzoq yaqindagi aziz mehmonlar. Mana bugun shu kechamizning sababchilari jiyanim Temurjon va kelinimiz Ziloraxonlar ekan. Ularga nima deyman, sog'lik, salomatlik tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtdan baxt tilayman. Uvali juvon bo'lib o'zlaridan ko'payishib, qizlari, o'g'illari ko'p bo'lsin. Ota-onasini sevgi farzandi bo'lib, ularning xizmatida bo'lsin. Ukam Baxtiyorning ham 60 yilligi ekan. Ukamga uzoq umr tilayman. 100 ga kirib, mana shu o'g'illariga, qizlariga, nevaralariga bosh-bosh bo'lib yursin. Nevara to'y, chevara to'y hammasini bo'lib yursin. Nima niyat qilgan bo'lsang, yana niyatlari amalga oshaversin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun ushbu shodiyonaning sababchisi jiyanim Temurjon va Ziloraxon kelinlarimizning baxt kechasi ekan. Shu fursatdan foydalanib men oila a'zolarim nomidan bu
yoshlarga zavqli bir baxt tilayman. Quvali juvali bo'lsin. Shu qatorida Baxtiyor akamning ham 60 yosh yubileyi ekan. Shu 60 yoshlarga ikkitasini ko'rsin, bolalarni huzurli ko'rsin. Baxtiyor akam bilan qo'sha qarib nevaralarini, bolalarini baxtiga sog'-omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Ushbu to'yxonamizga xush kelibsizlar. Mana bugun Baxtiyor akamning kichkina farzandlari Temurjon va Zulolaxonlarning nikoh to'ylarida yig'ilib turgan ekanmiz. Men bu 2 yoshga faqat baxt tilayman. Bu yerda kelmay qolgan mehmonlar juda ko'p ekan. Shu sababli ularni ham nomidan, ularga shaxsan o'zim nomimdan ham, oila a'zolarimiz nomidan ham baxt tilayman. Hamisha vali-juvali bo'lib o'tsin. Hamda akajonimiz Baxtiyor akam 60 yillik yubileylari bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin, bolalarimiz rohatini ko'rsin. Temurjon seni ham rohatini ko'rsin Baxtiyor akam. Faqat yaxshi kunlarda, mana shunaqa to'y tantanalarda ko'rishib, yig'ilishib yuraveraylik. Keyingi yil xudo xolasa 5 to'ylarni ham shu yerda o'tkazish nasib qilsin ilohim. Rahmat so'z berganingiz uchun. Baxtiyor akamni tabriklayman. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugungi o'tirishimizning sababchisi ukamiz Temurjon, kelinimiz Zulolaxonlarning baxt va visol kechasida o'tirarkanmiz. Men bu 2 yoshga baxt tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Ota-onasiga xizmat qiladigan kelin bo'lsin. Baxtiyor akam 60 yosh ekan, tabriklaymiz. Uyingizga kirsin, opcham bilan baxtli bo'lib, shu bolalariga bosh bo'lib yursin. Faqat yaxshi kunlarda uchrashaylik. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Mana Baxtiyor bachcha sizni ham yubileyingiz bilan tabriklayman. Baxtiyor bachcha sizga ham kelin bo'lsin deyman. Temurjon, Zulolaxon baxtli bo'linglar. Mana kelolmagan Dildor opchalaring nomidan ham tabriklayman. O'zlaridan ko'payinglar. Sog'lik, tinchlik bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Bitta qarsakiylar mana mezbonlarimizga, mehmonlarimizga salomat bo'linglar. Juda ham tilloga teng niyatlar, tabriklar bo'ldi. Omon bo'linglar. Mana shu uchargilarimiz mana Xudo xolasa Baxtiyorga sizga ekan. Xudo xolasa. Ana bo'ldi. Xudo xolasa qabul qilindi. Bo'ldi, qabul qildik. Yashanglar, omon bo'linglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana amma xolalarimiz davramizda hozir nima gap ko'p bo'lyapti. Hozir gap qayerga borsangiz, gazetada, televizorda, internetda ham bir narsa immunitetni ko'tarish kerak, immunitetni ko'tarish kerak deyishyapti. Faqat dasturxonga o'tirib yesak immunitet ko'tarilmas ekan. Yopishar ekan virus. Shuni o'ynaganda immunitet ko'tarilar ekan. O'ynaganda virus yopishmas ekan, faqat pul yopishar ekan. Shuning uchun davraga taklif qilamiz, immunitetni ko'taramiz. Sherali Xudoyberdiyev, Nargiza xonim Fayziyeva. Albatta hozir mana ammajonlar, xolajonlar chiroyli choponlarni kiydirishni Baxtiyor akamizga 60 yoshli yubileylar muborak bo'lsin. Marhamat, birgalikda davraga taklif etamiz. Unda qarsaklardan muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlarni ko'rish har kim uchun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak, 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 tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlarni ko'rish har kim uchun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlarni ko'rish har kim uchun muborak. Yori do'stlar bundasin, mehri vafodan darak, uxlashadi birma-bir, to'ylar
Yurganingiz muborak, yor do'stlar muntazir, mehr vafodan darak, uxlashadi birma-bir, to'ylaringiz muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlar bir ko'rish, har kun uchun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlar bir ko'rish, har kun uchun muborak. Abimizning qo'lida, davrimizning to'rida, bitta harom aylaksiz, yalamizning zo'rida. Abimizning qo'lida, davrimizning to'rida, bitta harom aylaksiz, yalamizning zo'rida. Bitta harom aylaksiz, yalamizning zo'rida. Har kun uchun muborak, 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 tug'ilgan kun muborak, baxtli kunlar bir ko'rish, har kun uchun muborak. O'zim bilan ko'zim bilan ko'rganim, goh yuzimga hol to'lib
Hayran
salomat bo'ling. Marhamat mehmonlarimiz, joylarimiz, yigirlarimiz, tantanamiz davom etadi. Shodiyonamiz davom etadi. Ilohim rasmichkum oyog'inglarda ko'rmasin, boshinglar to'ylardan chiqmasin. Muborak to'ylaringiz muborak. Yozib katta dasturxonda tuz va non kutmoqdasiz aziz mehmon. To'ylaringiz muborak. Ikki qo'llar ko'ksimizda budurdan marhabosi to'y Habibu Temurjon Zilolaxon malikasi. Keling, yo'llarimizni muborakbod etishingizlar. Davramizga Baxtigul opamizni kollektiv do'stlaridan demak Komilaxon opamizni, Fazilatxon opamizni taklif qilamiz hamda aziz mehmonimiz bor. Demak, qo'shni Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Lolaxon opamizni mana shu davramizga taklif qilamiz. Albatta mahalladoshlar Nasibaxon opamiz bilan birgalikda o'zlarining chiroyli niyatlarini yo'llab qo'yadilar. Marhamat, kela qolinglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum aziz mezbonlar. Assalomu alaykum barcha yoshlarga va yana bir salom kelin kuyovga. Atirgul hidlari olamga yetdi. 2 yosh ulg'ayib voyaga yetdi. Mana bugun tenglashib bo'ylari bo'yga bizni taklif etibdi nikoh to'yiga. Hurmatli va qimmatli aziz mehmonlar va mezbonlar, mana bugun biz nikoh kechasida o'tirar ekanmiz. Bu to'yning sababchilari qaynim Timurjon va turmush o'rtog'i bo'lmish Zilolaxonlarning nikoh kechasi ekan. Shu fursatdan foydalanib, men shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat va ishlarda kattadan katta zafarlar tilayman. Va bugun qaynog'amizning yubiley to'ylari ekan. Qaynog'amizga zo'r din sog'lik, uzoq umr, bola chaqasini rohatini ko'rib yursin. So'z berganlarimiz uchun rahmat. Baxtiyor aka, keling, Baxtiyor aka. Qani siz Baxtiyor aka? Baxtiyor aka siz uchun maxsus mana Xudo xolasa Qozog'istonlik mehmonimiz sarbolarni olib kelganlar. To'ylar muborak bo'lsin. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, keyingi taklif qilgan mehmonlarimiz kelinglar. Marhamat, kim? Assalomu alaykum. Zoya bilan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun bizni hamkasbimiz Baxtigul opani xonadonida katta to'y tantana. Ularni farzandlari va kelinlarni nikoh to'ylarida o'tirib biz ekan ularga baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Baxtigul opa ko'p nevarali, chivarali bo'lib ular rohatini ko'rsin, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu yoshlarni baxt tilayman bularga. Baxtigul opa ham xo'jayinlar bilan sog' salomat bo'lib, shu bolalarni rohatlarini ko'rib yuraversin. Xush kelibsan. Assalomu alaykum. Mana shu davlatga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Men shu ikkala yoshga baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman. Normal kuyov, go'zal kelin, qalam qosh. Baxt tilayman bugun sizga 2 yosh. Hayotingiz yulduz kabi porlasin. Umid bilan bir yostiqqa qo'ygan qosh. 4ta desam kuyov xafa bo'larlar. Hatto 10dan oshsin o'g'il qizingiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Arziydigan sovg'alarni Xudo xolasa topshirib qo'ydilar. Suratlarga tushirmoqchi yigitimiz, xizmatchi ukamiz, mayli salomat bo'linglar. Kelib tusharsizlar agar xohlasanglar.
Xo'p, azizlar, davramizda Baxtiyor akamni mana shu davrada do'stlar o'tirishdi. Ismat akamni, Shogird akamizni mana shu davraga taklif qilmoqchiman. Do'stlar nomidan o'zlarining chiroyli niyatlarini bildirib qo'yadilar. Mana shu ajoyib ayyom bilan qolaversa, yubileylari bilan muborakbod etib qo'yadilar Baxtiyor akamiz. Marhamat Ismat aka, Shogird aka kela qolinglar. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana shu ajoyib koshanaga kelgan shu Baxtiyor va Baxtigulning 60 yoshga to'lgan uni hamda mana Temur o'g'limizning baxt va visol kechasi ekan. 2 yoshga uzoq umr tilayman. Baxtli bo'lsin. Baxtiyor bilan Baxtigul baxtli bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Musa yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Baxtiyorning uyida katta tantana Shogird akam do'stimiz 60 yoshga to'lgan munosabati va Temurjon o'g'limiz va Zulala xonimning visol kechasi. Baxtiyor senga uzoq umr tilaymiz. Baxtigul bilan baxtli bo'lin. Hamisha uying to'yxona bo'lsin. Temur, Zulala ham baxtli bo'linglar. Hamisha nima niyat qilgan bo'lsanglar niyatingizga yetib yuringlar. Assalomu alaykum mehmonlar, bir xush kelibsizlar. Mana bugun do'stimiz Shaharboy Baxtiyor xonadonlar yaxshi kunda bo'lyapti. Bu yaxshi kunlarning sababchilari mana bolalarimiz, kelinimiz Temurjon bilan Zulala xonlarning misol kechasi. Yana qolaversa do'stimiz Baxtiyorjonning 60 yoshga to'layotgan yubiley to'ylari. Baxtiyor do'stim, avvalambor umring uzoq bo'lsin. Sog' bo'l. Mana shu bolalarning, qizlarning baxtiga omon bo'l. Kelinlar rohatini ko'r, bolalar rohatini ko'r, baxtli kelgan baxtli bo'l. Temurbek, umring uzoq bo'lsin bolam. Yaxshi kunlarda hamisha birga bo'laylik. Yana yil Beshmenada boyga aytgandek, do'stimiz aytgandek Hasan Husan bo'lganda chaqirasan keyin meni. Omon bo'l, baxtli bo'l bolam. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Baxtiyorning uyida quvonchli, xursandlik kunagan Baxtiyor o'rtoq yubileyi muborak bo'lsin. 60 ga kirgan yubileyi. Baxtigul bilan baxtli bo'lgan. Baxtingga farzandlaring, mana kelin Zulala xonimlar, Temurjonlar uvali juvali bo'lsin. Xursandchilik kunlarda kelasi yili Husanlik bo'lganda kelib beshik to'ylarga birga o'tkazaydi. Uyingda har doim xursandchilik to'yli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu do'stimiz Baxtiyor yubiley kechasida o'tirgan ekanmiz, ham yoshlarni nikoh kechalarida o'tirgan ekanmiz. Avvalo yoshlarga baxt tilaymiz. O'zlarining ko'paysin, tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, o'rtog'imni har doim hurmatini joyiga qo'yadigan insonlar bo'lib yetishsin. Eng mana shu gapirganlar ichida Baxtiyorga eng yaqini menman. Meni elatlarim. Baxtiyor senga sog'lik, Qulonbay. Hamisha hamroh bo'lsin. To'ylaring bundan ham ziyoda bo'lsin. Iloji bo'lsa uydadir. Bundan keyingilar. To'ylarda shu devorlarning to'ylarida o'ynab kulib yurish nasib qilsin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, har doim to'ydan boshing chiqmay yuraversin. Rahmat.
Endi Baxtiyor akam o'rtaga olib bitta rasmga tushib qo'ydi. Baxtiyor akam xudo xolasa iloji bo'lsa Xorazmda rasmisiga qo'ydi. Qani akamiz, yana bitta akamiz bordi ko'rdilar bizni. Keling rasmga tushib olinglar eslaring uchun. Mustozat, akamiz mustozat yani.
Thank you.
Audio Jungle.